bidir deb uzundan uzoq nutq so'zlayotganlarni uchratamiz. Ular juda ham ko'p gapirayotganga o'xshaydi-yu, lekin hech narsa aytmagan bo'ladi. Nima uchun biz mana shunday kamchiliklarga, xatolarga yo'l qo'yamiz? Hozir men sizga bu haqda to'liqroq aytib o'taman. Keling, siz bilan maktab davrlariga qaytamiz. Yodingizda bo'lsa, biz o'sha paytda insho yozardik. Inshoda dastlab sarlavha qo'yardik. Masalan, yozgi ta'tilni maroqli o'tkazish. Sarlavhadan so'ng 1, 2, 3 shaklda reja tuzib olardik. Birinchi, oromgohga borish. Ikkinchi, oromgohdagi hayotim. Uchinchi, oromgohdan qaytish. Nima uchun sizga buni misol qilib keltirdim? Biz omma oldiga chiqib nutq so'zlaganimizda ham mana shunday reja asosida ishlashimiz kerak. Masalan, birinchi, mana bu haqida mana shuncha daqiqa sizga aytib beraman. Ikkinchisida esa bu haqda. Uchinchisida esa xulosani taqdim etaman. Mana shu shaklda siz ma'lumotlaringizni taqdim etsangiz, tomoshabinlaringizga yana ham tushunarliroq va qiziqarliroq bo'ladi. Agar mavzuyingiz ilmiyroq yondashuvda bo'lsa, unda uni qog'ozga chiqarib olib, tomoshabinlaringizga taqdim etganingiz ma'qul.